Korrupsiya jamiyat taraqqiyotiga jiddiy to'siq bo'luvchi illat. Afsuski, ayrim shaxslar o'z xizmat vakolatidan shaxsiy manfaati yo'lida foydalanishdan tiyilmayapti. Jizzax viloyatida o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbirda ana shunday qonunbuzarlik holati fosh etildi. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanida yashovchi 1997-yilda tug'ilgan fuqaro bir nafar farzandning otasi bo'lishiga qaramay, o'zi bilan birga ishlaydigan sherigi 1989-yilda tug'ilgan oliy ma'lumotga ega oilali bo'lsa-da, har ikkala shaxslarning nafs ko'zlarini ko'r qilib, o'zaro jinoiy til biriktirib, o'z xizmat mavqeyidan foydalanib, bir fuqaroning tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish holati bo'yicha dalolatnoma rasmiylashtirmaslik evaziga undan muqaddam firibgarlik yo'li bilan olingan 5 million so'm pul mablag'larini fuqaroga qaytarishgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Jizzax viloyat boshqarmasi tomonidan ushbu shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik, ya'ni aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan o'zganing mulkini yoki o'zganing mulkiga bo'lgan huquqni qo'lga kiritish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. O'z mansab yoki xizmat mavqeini suiiste'mol qilish, undan shaxsiy manfaatdorlikni ko'zlab moddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanish albatta jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Oysha Isoqova, Ilhomjon Yo'ldoshev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Jizzaxdan tayyorlandi.